hozirgi kunda tadqiqotlarimga ko'ra va mijozlarimdan eshitgan gaplarimga ko'ra bir sirni ochaman. Negadir ko'pgina boshi ochiq ayollar turmushga chiqish uchun boshi yopiq erkaklarni tanlashmoqda. Meni hayron qoldirdi. Ularni sessiya qilib konsultatsiyalar qilganimda aniq javobini bildim. Ya'ni nima uchun ular boshi ochiq erkakga turmushga chiqib, u bilan baxtli bo'lishni tanlamayapti, balkim ikkinchi xotin bo'lib yoki yashirincha nikoh qilib alohida yashashni tanlashmoqda. Sababi ularning aytishiga ko'ra, erga xizmat qilib, ertalabdan kechgacha uning injiqliklariga chidagandan ko'ra, bir soatginaga kelib ketgan va shirin gaplarini eshitish, ro'zg'or qilib berishi ularga ma'qul kelayotgan ekan. Va shuning uchun ham ikkinchi turmush qilib, yashirincha yoki ochiqchasiga yashayotgan ayollar ko'payib ketmoqda. Psixolog Hakki sahifasida yana qanday sirlarni ochishimni xohlaysiz? Sizlardan kutib qolaman.